doktor bor ekan. Professormi? Professormidi? Professor. O'zing ayt. Poytaxtda professorlar ko'p. Taniydiganim ham yaxshi mutaxassis. Tibbiyot fanlari doktori, professor. Professor. Bizga dars beradilar. O'sha doktor aka. To'ldaga o'xshagan ayollarni shunda bitta qarashda bilar ekan. Hech bo'lmaganda tug'ish tug'masligini aytar ekan. Qancha befarzandlar sabab topib, uvali, juvali bo'lib ketibdi, to'g'rimi? To'g'ri, albatta. Ana, endi shuning uchun xotin birga shu doktorga borib ko'rinishi shart ekan, aka. Uka. Shunga nima deysizlar? Voqealar. Tanishib olinglar. Bu meni o'g'lim Kamol. Bu esa erkatoy qizim Muxlisa. Yaxshimisizlar? Muxlisaxon, juda ham chiroyli qiz ekansiz, qizim. Ko'p emasdan. Ko'p.